Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu qismliq videoda men rasmdagi bir ma'lum bir jismni to'rda o'chiradigan bir yaxshi bir tor betni tavsiya qilaman. Adresi theinpaint.com. Adresim shu. Miyagi resim yollaymiz. Xalgan mabek tize Photoshop'dan yuvib olgandan to'rdilam. Mush tor bet kirsanglar bir parça resimlarni yo'llasanlar. Masalan, ma resimdagi ma odamni juv etmoqchi. Masalan, resimni xalgan birini juv etmoqchi bo'lsanglar. Bütün juv etmoqchi bo'lgan jismni shuna bo'yaysizlar. Masalan, dengiz sahilida resim tushamsizlar yoki ba'zi vaqtlarda ba'zi yindik odamlarningki bo'p qilishni xohlamsan, uni yuvitishga to'g'ri keldi degandek. Qanday bir ehtiyoj bo'lsin shu rasmdagi jismni yuvitish uchun mushtorbat hamda men ishlatayotgan eng qulay bir yumshoq detal qashlamsanglar bo'ldi. To'g'ri bekatdilam juvetkil bo'ldi. Unim xil yaxshi. Mabek cho'ng odamken buni juvib bo'g'ichi saloq ketdi. Hozir men yana bir masalan ma botilkani yuvitay. Ikki jismni yuvmoqchi. Ma erase o'chirish degan gap ma bu. Yuvish. Mushni bossanglar bo'ldi. Juvetdi. Endi azroq qarsam mayalarni tez yaxshi yumgandek turdi. Lekin asosliq maqsadga yetkil bo'ldi. Meni yana bir juvetaylar. Botilki yo'q. Endi qarasanglar, endi yomon emas. Miyadan download qilib tushirib olsanglar bo'ldi, juvib olgandan keyin. Qayta rasm yo'llamoqchi bo'lsanglar, ma knopkani bosib, yana upload qilsanglar bo'ldi. Qulaylik.